Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda bize Rus Cars Crash o'yin o'ynaymiz. Rus Cars Crash. Hozir chiqib ko'rsataman. Mana Rus Cars Crash. Mana Minecraftga e'tibor bermanglar, bu singlimni Minecraft'i. Mana Craftsman olibdi, meni Minecraft'im bo'ladi. Minecraft'ni ana singlim bor-ku, ana neydi? Oq oltindagida shu menga shu yoqda shuni torting deb. Hozir Rus Cars Crash o'ynaymiz. Bu birinchi level emasmidi? Necha birinchi level? Tezlik bilan o'tamiz. Yo'q. O'zim mana kompot oshilib ketdi. Yaxshi. Ikkinchi bosqichga keldik. Voy. Maktabdan chiqib ketamiz. Keyin buni bosamiz. Yaxshi. Bosam ketdik ikkinchi levelga. İkinci levelini o'tamiz. Ya! Başdan. Yaxshi. Keyingisi 3. bosqichimiz. Bu 3. bosqich degani 3. bosqichimiz debman. Sekin. Tushga jo'nasiz qoldi. Yaxshi. 40 ta tanga berdi. Hozirga ko'rsataman nechta tangam borligini. Sekin. Oy. Vay. Git. Vay. Vay, nima bo'ldi endi? Yaxshi bo'ldi. Shikit. Qisilib qoldik. O'zim chizig'ini bosaman. O'zim chizig'ini bossam bo'lganda. O'zim chizig'ini kesib yubordi-da. Xo'sh, qani bo'lmasam, aytgancha do'stlar, sizlarga bitta gapim bor. Bu videoda bu meni YouTube kanalimga 100 ta obunachilik beringlar, iltimos. Keyin ba'zi videolarimda keyingi yana bitta videolar chiqadi. Shuning uchun bu videoga obuna bo'lishni unutmanglar. Bizda 100 ta obunachi bo'lish zarur. Qancha bosyapman chiqmaydi yarimiz. Bunu bosam. Ye. Kır. Taşı. Uy.
qisirib qoldim. Yaxshi bo'ldi. Nima qiymilasi boshqa to'g'ri sekinroq, sekin. Mana shu chiqim sal qiyinroq bo'lyapti. 3-bosqichga kelib qiyinlashni boshladi. 4-midi? Sekin. Sal sekinroq o'tamiz-da. Sekin. Endi bu yerda gazni bosarsam bo'ladi. Uchirib yubordim mana uni. Shuni kutamiz. Nece bu 5. bulsa kerak. Yeah. Şu an castık otağımız. Yok. Şu tür baskı geldi. Vay kamerayla. Künyeli büyütmeyimiz. Lekin bu yerda orqaga yursa bo'lar ekan, orqa machasiga tepaga qarab. Chunki sal tezlik ko'proq bo'lar ekan. Voy, nima bo'lib ketyapti? Shu yoqqa o'tamiz. Meni rangimda, mashinani rangida ko'k ketdi. Chunki menga ko'k rang yoqadi do'stlar. Sizlarga qanaqa rang yoqadi? Kommentarga yozib ketinglar. Sizlarga qanaqa rang yoqishini. Ikkita bosamiz. Qani ketdik. Böyle gaz bosib ketsa bo'ladi. Ya bu narsalarni otilib ketyapti. Yok. Ya gazni bosish xato. Voy nima bo'layapti? Vay do'stlar, nima bo'lib ketyapti? Yo'q. Tiltayım. Ha böyle. Uçuyor olmaydı bu. Hayır. Uçuyor olmaydı mı bunu baladızlı? Amat gitti öylesi. Kaçıncı baskış basıyorum. Amat gitti.
Hmm. Mayli, chiqib ketamiz. Shu narsa menda x nuqtasi bo'ldi. Chiqdi. Yo, yaxshi. Bitta qoldi. Vay, bu tezam. Yaptı. Yaxshi do'stlar, yaxshi. Kengisi. Xoş, davay do'stlar. Sakradik. Kimga qarab? Yaxshi do'stlar, mana qo'yib uddaladik. Ya. Do'stlar, lekin bu videolarimga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Bu meni yangi videolar chiqarishimga yordam beradi do'stlar. Shuning uchun bunga obuna bo'lishni unutmang iltimos. Agar siz obuna bo'lgan bo'lsangiz, keyingi video chiqarishda davom etaman. Bo'lmasam hammaga 1851 dollar pulim. Olsam hammaga xayr do'stlar. Obuna bo'lishni unutmang.